Salom, xayrli kun yo'lbars. Nimalar bo'lyapti? Sham. Qo'y sekin. Maymun poni boplab mazaq qilmoqchi. Tasavvur qilyapsanmi? Tomosha qilasanmi? Qo'ysangizchi. Bunaqa ishlarga tobim yo'q. Po. Yana uxlab qolding. Bo'ldi, yo'qoldim. Voy! Bopladim. Yana chuv tushirdim seni. Juda ham kulgili. Qoyillatding. Baxtingga kek saqlamayman. To'xta! Endi o'zingdan ko'r, maymun. Hozir adabini beraman. Bilasanmi, Shifu? Bu menga umuman yoqmayapti. Katta nozir qizlari bilan kelishlari kerak edi. Ishqilib, biron falokat yuz bermagan bo'lsin-da. Shogirdlarimni ularni izlash uchun jo'nataman. Voy! Maymunzodani holiga endi qarindoshlari yig'laydi. Maymun nima bo'ldi? Voy! Meni qo'llarim. Voy dod! Yo'q, maymun, meni kechir. Maymun jonim, kechir. Yana laqillatdim. Maymun. Ustoz Shifu, qachon kela qoldingiz? Voy, buni kim qildi? Qarang, rasvo bo'lib ketdi. Yana takrorlayman. Bir-biringizga qiladigan hazilingiz jonimga tegib ketdi. U birinchi boshladi. Kim boshlaganini menga farqi yo'q. Bir kun hazilni tagi zil bo'lmasin deyman. Meni tushundingizmi? Xo'sh. Ha. Katta nozir kecha oqshom qizlari bilan qishlog'imizga kirib kelishlari lozim edi. Menga shu kerakki. Menga ulardan xabardor bo'lib keladiganlar zarur. Xullas ularni toping-da, bu yerga boshlab kelinglar. Tezroq. O'zing eshitding. Hech qanday hazil yo'q. Oldin adabini berib, keyin buyruqqa amal. Yetib ol, panda. Biron nima bo'lganga o'xshaydi. Ularni allaqachon topgan bo'lishimiz kerak edi. Balki biron mehmonxonada qolib tartibni tekshirayotgandir o'sha nozir. Ey, ana unga qara. Nima ekan? Qayerda? Ana u buta ortida. Qayerda? Hech narsa ko'rmayapman. Yur, tekshirib ko'ramiz. Voy! Yo'q! Ana shunaqa po. Tan ol, sendan epchilroqman. Too good. Menga teng kela olmaysan. Men eshtyapsanmi? Nima qilyapsiz deyapman. Nima? Shunchalar ovsarmisizlar? Nega bizni asir oldinglar? Javob bering. Badal olish uchun seni uzoq qidirishga majbur bo'ldik. Pistirmada ancha o'tirdik. Mana buning jozibasi. Kim bilan gaplashayotganingga fahming yetmayaptimi? Bu ketishda boshing jarimadan chiqmay qoladi, tushundingmi? Eshityapsizlarmi? Biz bahaybat ekanimizni noto'g'ri tushunyapsan. Rahmat, tez orada oyijonimni tug'ilgan kuni. Kel unga yordam beramiz. Hoy maymun, to'xta, axir qo'llarim band. Oyog'im og'rib qoldi. Nihoyat ularga nuqta qo'yamiz. Barakalla. Voy. Qo'rqmayapsizlarmi?